Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim aqlingizdagi inson siz bilan uchrashishni xohlayaptimi? Shu haqida bo'ladi mavzuyimiz. Rahmat barchangizga chiroyli komment va layklar uchun. Men bilan bog'lanishni xohlaganlar Telegramga Feride Tarot kart deb yozsangiz shaxsiy ochirim qilishingiz va bog'lanishingiz mumkin. Qani unda boshladik. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Aqlingizdagi inson siz bilan uchrashishni xohlaydimi? Aqlingizdagi inson siz bilan uchrashishni xohlaydimi? Agar bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz azizlarim, bu kartada nima deyapti? Ha, xohlayapti degan javobni beryapti do'stlar. Ha, aqlingizdagi inson siz bilan, ya'ni ko'rishni xohlayapti, kelishni xohlayapti, sizni xayol qilyapti, o'ylayapti, sizni o'ylab, bu aqlingizdagi inson, ya'ni yoqtirgan insoningiz sizdan kuch olyapti. Bu yerda yana nima deyapti? Siz u uchun yulduzsiz, har qanday holatda ham kelajaksiz. Bu chiroyli bir juftlik, ya'ni tanlagan partnyoringiz sizga munosib va chiroyli juftlik ekanligingiz ko'rinyapti. Juda ham ajoyib. Xo'sh, kartalardan so'raylikchi. Siz bilan uchrashmoqchi va nimaga? Siz bilan nimaga uchrashmoqchi? Chunki siz u uchun bir imkoniyat beruvchi, ya'ni bir energiyali insonsiz. Bu yerda aytayaptiki, lekin deyapti, u hozirda xafa holatda. Xafa holatda, sababi u sizni yo'qotishdan qo'rqadi hamda qayg'uryapti deb bu kartalarda aytmoqda. U siz tomon yo'l ko'ryapti. Ko'rinayotgan bo'lsa azizlarim, u siz tomon yo'l ko'ryapti, lekin bu yo'l to'siqlardan iboratligini aytib bermoqda. Siz u uchun malikalardaysiz. U sizni tasavvurida malikalarday sizni tasavvur qilmoqda. Hozirda sokin holatda, chunki kartalarda aqlingizdagi insonni aqli kirganligini bu yerda ko'rsatyapti. Ya'ni sokin holatdaligini kartamizda ko'rsatib bermoqda azizlarim. Yana kartalardan so'raylikchi, nimaga u xafa? Nimaga xafa ekan aqlingizdagi inson? Nimaga xafa ekan? Bu kartamizni siz deb tasvirlasak, aqlingizdagi inson muvozanatini yo'qotgan. Chunki unga sizsizlikda qiyin. Ya'ni sizga nisbatan uni tuyg'ulari juda ham kuchli. Shu uchun u hozirda xafa holatida. Aqlingizdagi inson sizni sevadi. Lekin juda ham bir tushkunlikka tushgan. Shu uchun ham u siz bilan uchrashishni xohlayapti. Siz bilan uchrashsa, qalbi taskin topishini u his qilishni boshlagan. Xo'sh, u qanday muvozanatni yo'qotgan ekan? Qanday muvozanatni yo'qotgan? U siz tomon yo'l ko'ryapti. Siz tomon yo'l ko'ryapti. U qanday muvozanatni yo'qotgan? Bu yerda siz tomon yo'l ko'rayotgani, bir holat borki, u o'ziga bo'lgan ishonchsizlikdan kelib chiqqan deyapti. U nima istayapti sizdan? U siz bilan uchrashsa, ya'ni holati yaxshilanadi, kuch qaytadi, rizq barakasi hayotida borligingizda uni nima desam, har taraflama
hayoti yaxshilanishi bu kartamizda aytmoqda. Nimaki ishga harakat qilmasin, hozirda uning ishlari o'xshamayroq turibdi. Chunki uning hayotida siz yo'qsiz. Siz ham, u ham juda ham kuchli insonsiz. Aqlingizdagi insonni siz nima desam, bir baxtsiz. Ya'ni siz bilan bo'lganda siz bilan u o'zini to'liq his qiladi va o'zini juda ham baxtli his qiladi. Bu juda ham chiroyli juftlik. Aqlingizdagi inson, ya'ni bu yerda sevgi kartasi tushdi. U sizni juda ham istayapti, xohlayapti. Siz bilan tezroq ko'rishishni va shu ko'rishish uchun yo'l izlayapti. Bu holatdan sizni oldingizga bu to'siqlardan qanday chiqib ketaman, qanday qilib aloqaga chiqaman, qanday qilib yarashaman, bu yechimga yo'l topadi aqlingizdagi inson va siz bilan ko'rishadi deb bu kartamizda aytib bermoqda azizlarim. Juda ham chiroyli rasqlat bo'ldi. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Bu umumiy ochirim edi. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.